Agar xotinni juda achchig'i kelib, haddan tajovuz qilib, yomon peri battar bo'lgan vaqtida kafti bilan ayolni ikkala kuragini o'rtasiga ursin debdilar. Lekin bunaqa urishmas maqsad. Davom o'qing. Davomini. Falyaqul urib aytsinki, shunday urib uryatib aytsinki, ayyuhar rijsul najasul khabisul mukhbis. Ya'ni shaytonga aytyaptilar bu gapni. Ey najas, xabis, muhbis shayton, Ukhruj min jasadin tayyibin. Bu pokiza jasaddan chiq. Xotinini aytyapti. U xotin ham eshitib tursa, pokiza jasaddan chiq ey shayton desa, demak achchiqdan shubhasi kerak-da, yomon. Ayyuhal khabisul muhbis an-najas ukhruj min jasadin tayyibin. Jasad pokiza jasaddan chiqib ketsin. Fa inna shaytona yakhruju minha. Shunda shayton chiqib ketadi bundan debdilar. Mana shu nasihat shu, ha.